Prezidentimizning umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa madaniyati fani o'qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida bu yil ilk marotaba Iqtidor maktab ansambli respublika tanlovi o'tkazilmoqda. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Xorijga sayohat qilish uchun iqtidorning o'zi yetarli. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Agar siz san'atga qiziqsangiz, musiqa ilmini, turli cholg'u asboblar chalishni maromiga yetkazsangiz, albatta dunyo kezishingiz mumkin. Shunday bastakorlar bor. Ular yozgan asarlar asrlar osha yashab kelmoqda. Shunday sozandalar bor. Kuylari olam uzra taralmoqda. O'quvchilar orasida ham mana shunday iqtidor vakillarini kashf qilishda darsdan tashqari tashkil etilayotgan musiqa fan to'garaklarining o'rni beqiyos. Surxondaryo viloyatida ham aynan shunday tanlovda 729 ta maktab jamoasi ishtirok etdi. Hozir mana bugun viloyat bosqichida 15 ta hududdan 15 ta jamoamiz shakllangan. Kashf qilinmay turgan chekka hududlardagi, chekka qishloqlardagi iqtidorlarni yuzaga chiqarishga juda katta turtki bo'ldi. Surxondaryo hududidagi maktablarimizga o'sha 2 yildan beri 7 turdagi musiqa asboblari berilayotgan bo'lsa, barcha maktablarimizga har bir o'quvchi bitta musiqa asbobini o'rganib, uni qunt bilan o'ziga bir juda ham chiroyli tarzda chalishni yoki unda foydalanishni o'rganishi alohida keltirib o'tilgan. Rag'batlantirish tizimiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Buni vazirligimiz hududdagi mas'ullardan alohida yo'l xaritalari asosida o'quvchilarimizni tuman bosqichida rag'batlantirish, viloyat bosqichida rag'batlantirish va albatta respublika bosqichida g'oliblarni o'sha xorij safari, undan tashqari qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlash masalalari ham alohida ish rejalariga kiritilgan. 15 ta jamoa va ularning 15 xil milliy kuylari. E'tiborlisi, musiqada yoki ijroga nisbatan jamoaviy ijrolar murakkab hisoblanadi. Chunki ansambl a'zolari bir-birini tinglab, kuyni his qilib chalishlari lozim. Viloyat bosqichiga yetib kelishni o'zi bilmadi, o'z mashaqqatlari bor. Qo'limdagi dutor bizga notanish emas. Biz jamoamiz bilan qat'iy shug'ullandik, mashaqqat chekdik. O'zbek xalq kuylaridan Yallama yorim va Anjom polka kompozitsiyasini ijro etdik. 1 oydan beri shug'ullanib kelmoqdamiz bu kuyni ijro etish. Bizning maqsadimiz bu tanlovdan yutib, Baku sayohatiga yo'llanma olishni istaymiz. Iqtidorsiz insonni o'zi yo'q. Faqatgina uni to'g'ri yo'naltirib, kashf qilishda ota-ona va maktab birgalikda hamkorlik qilsa kifoya. Hozir sahnada bir-biridan go'zal taronalar, kuylar bilan hamohanglikda o'quvchilarni ko'zlaridagi quvonch va hayajonni ham sezib turibmiz. Mana mening yonimda Angor tumanidagi Jayxun ansambli o'zlarining chiroyli chiqishlarini hakamlar hay'atiga va maktab o'quvchilariga taqdim qilishdi. Ushbu tanlovga qadar tayyorgarlik ko'rishingiz uchun qancha vaqt ketdi? Maktabimizda o'quvchilarim oddiygina bayramlarda ishtirok etib kelardi. Mana bu Iqtidor maktab ansamblini tashkil etilganidan o'quvchilarim bilan birgalikda tayyorgarlik ko'rib, mana shu viloyatgacha yetib kelganimizdan juda ham xursandmiz. Men o'quvchilarimga asosan cholg'ularni qo'rqdan chalib ketmasdan faqat ularning tarixini, qo'llar harakatlarini, hamma imo ishoralarini mustahkam o'rgatib borishga harakat qilaman. Musiqa til millat tanlamaydi. Kimdir Nihol, kimdir Bulbulcha, kimdir Jayxun nomi ostida o'z iqtidorini namoyon qilish uchun, go'zal ohanglarni taratish uchun sahnaga chiqmoqda. Albatta, mana shu yoshlar orasida ham dunyo uzra o'zbek musiqa san'atini yangratadigan yoshlar chiqadi degan umiddamiz.